Mustaqillikdan avvalgi yillarda barcha tashqi siyosiy faoliyat biz markazlashtirilgan holda hal bo'lgan. Buni endi ochiq gapirishimiz mumkin. Biror bir fuqaro chet elga borish kerak bo'lsa, hattoki vizasini ham o'sha uzoq o'lkalarga borib, o'sha yerda navbatda turib, oylar davomida qiynalib olgan bo'lishi mumkin. Mana oxirgi yillardagi o'zgarishlarni agar nazar soladigan bo'lsak, turli davlatlar bilan vizalar muomalasini yengillashtirish yoki soddalashtirish, chegara postlarida fuqarolarni o'tish masalalari yoki bo'lmasam xorijiy davlatlar bilan aviaqatnovlarni yo'lga qo'yilishi, bu hammasi xorijiy hamkorlarimiz tashrif buyurishi, bu yerdagi islohotlarni o'z ko'zlari bilan ko'rib guvoh bo'lishlariga imkoniyat beradi va fuqarolik jamiyati instituti sifatida biz hozir nafaqat respublikamizda, balkim Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan kuzatuvchi maqomidagi davlatlarga ham safarlar uyushtirib, yurtimizda amalga oshirilayotgan turli xil islohotlarni, siyosiy jarayonlarni ularga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Kelajakda yangi O'zbekiston, yangi imkoniyatlar, bizga o'xshagan tashkilotlarga berilayotgan imkoniyatlar o'zini samarasini albatta beradi. Chunki biz xalq diplomatiyasini yurakdan yurakka intiluvchi diplomatiya ham deb ataymiz. Bu insonlarni bir-biri bilan birlashtirishga, asl maqsad O'zbekiston atrofida xavfsizlik kamarini yaratishga, qo'shni davlatlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga, turli millatlar o'rtasidagi totuvlik, hamjihatlikni ta'minlashga qaratildi deb o'ylayman.